iPad Pro'ni M2 modeli, xotirasi 512 GB, 85% yonkisi, 338 marta zaryad qilingan ushbu iPad Pro'miz sotuvga qo'yildi. PUBG'chilar uchun eng sevimli iPadlardan biri bo'lgan ushbu modelimizni narxini $490 qilib belgilab qo'ydik. SIM kartali varianti, SIM karta tushadi, Wi-Fi'ingiz bo'lishi shart emas, SIM karta bilan bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. PUBG'da 120 FPS ishlashi bilan mashhur ushbu planshetimiz 512 GB xotirasi, 85% batareya yonkisi, holatlar ozgina, trishinasi teparog'ida esa petnoyegan joylari bor. Hatto qolgan joylari yaxshi ishlab turgan, bemalol xarid qilib o'yin uchun ishlatish mumkin bo'lgan ushbu apparatimiz sotuvda $490 deb belgilangan. Kimga qiziq bo'lsa tez aloqa chiqib qo'yasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Eng arzon telefon kanalimizda arzon narxda Poco X6 Pro. Ushbu telefonimiz xotirasi 512 GB xotiraga ega. Komplektlari bor, holat ideal holatda. Ko'rib turganingizdek, zaryadnik 67 Watt. Ushbu telefonimizning narxini $245 qilib beramiz. PUBG Mobile'da ushbu telefonimiz 120 FPS. Ushbu videoni PUBG do'stlarimiz tashlab qo'yamiz. Sababi PUBG Mobile'da ushbu telefonimiz 120 FPS ochadi. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Videoga like bosib, esdan chiqmasin. Samsung A56 deb nomlangan telefonimiz. Ushbu telefonimiz yangi holatida, ko'rib turganingizdek korobkalari bor. Mana shu joyda kichkina petnosi bor ekan. Shuning uchun narxini $270 qilib beramiz. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Xotirasi 8226 GB. Aloqaga chiqib qo'yamiz. Honor modelini arzonni so'raganlar uchun Honor'da 70 deb nomlangan telefoni, lightlar emas, ushbu telefonimiz original Honor 70 deb nomlangan telefonimiz, xotirasi 8226 GB xotiraga ega. AMOLED ekran bo'ladi ushbu telefonimiz. Ishlashlari 120 Hz ekran, ko'rib turganingizdek. Istalgan Honor telefondan, ya'ni Honor X9D, Honor X9C lardan ancha tezroq bo'ladi ushbu telefonimiz, ko'rib turganingizdek. Holatlar juda ham ideal holatda. Narxini $125 qilib beramiz. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Like, podpiska tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Eng arzon telefon kanalimiz sotuvchilari, sizlar uchun arzon narxda iPhone 10 oldindan narxni aytib o'tib ketaman. Narxi $240 ga qilib beramiz. Facebookdan ham yer ishlab turibdi. Ushbu telefonimizni batareyasini o'sindek almashtirib qo'ygan. Faqatgina tagida kichkina mana shu joyda petnogi bor. Qolgan joylar ham yer yaxshi ishlab turibdi. Imikasi rohatda o'tkazib qo'ygan. Xotirasi 128 GB. Ushbu videoga like bosib, hamda obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, shunaqangi arzon narxdagi telefon o'tkazib yubormaysiz. Kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'ying. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar uchun arzon narxda planshetlarimiz Xiaomi Pad 6 deb nomlangan planshetlarimiz. Holatlari juda ham ideal holatda, yangidek. Ushbu planshetlarimiz narxini $200 dan qilib beramiz. Xotirasi 128 GB xotiraga ega. Ushbu planshetimiz, ma'lumot unda aytib o'tamiz, PUBG Mobile'da 120 FPS ochadi. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Shunaqangi arzon narxdagi planshet yoki telefon o'tkazib bo'lmasligi uchun kanalimizga a'zolik tugmachasini bosib qo'ying. Eng arzon telefon kanalimizda arzon narxda MacBook Pro so'raganlar uchun ushbu MacBook Pro'miz holatlari o'rtacha holatda, ko'rib turganingizdek 5-avlod MacBook Pro ushbu apparatimiz, zaryadniklari bor. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi $180 qilib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon yoki quyidagi nomerga aloqa chiqishingiz mumkin. Shunaqangi MacBook Pro so'raganlar uchun videoni tashlab qo'yamiz. Arzon narxda ikkita SIM kartali Samsung so'raganlar uchun ushbu telefonimiz narxini 750 ming so'mga qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek holatlar juda ham ideal holatda. Yaltirab turishini qarang buni. Xotirasi 128 GB xotiraga ega. Imikasi rohatda o'tkazib qo'ygan ikkita SIM kartali ushbu telefonimiz. Narxi yana aytaman 750 ming so'mga. Kanalimizga like bosib esdan chiqmasin. Bosib o'ramiz akalar, ulgurib qolamiz shunaqa telefonlar arzoniga. Holatlar o'rtacha holatda, imikasi rohatda o'tkazib qo'yilgan, hech qayerda almashib ketmagan, zavodskiy holatda ushbu telefonimiz. Xotirasi 128 GB xotiraga ega. Poco X3 Pro. Ushbu telefonimiz PUBG Mobile'da 60 FPS ochadi. Narxi attiga $99 qilib beramiz. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Videoga like bosib esdan chiqmasin.